Aş bo'lgan. Mana 2 artı 1 butun bo'lib oshni boshladik. Xudo xolasa. Ha. Oyun gaplar esimga tushdi hozir. Aha. Men bir piyozni yupqatibsan. Oldimda usti bir qatlam tishadimda oyun aytadilar. Kachkani boyi qizigardi. Ha. Piyozni kambag'allik qizigardi. Nimaga qanatish kerak? Piyozni bilmay qanatdilar. Bizga shunaqa o'rgatishgan. Kachkani yupqatdilar. Bir narsasi bor-da. Shunaqasi. Ana o'zi hozir qolgan bir qavatini ham otishadi, deymi? Men bizga shuni o'rgatishgan. Nimaga ham demamiz. Ana yomon bo'ladi, men yomon bo'ladi, ha shunaqa ekan. Menga berardi. Kelin. Hammasini o'zim bilaman deb o'tdi-da. Oyisi bitan so'tsa, bilaman. Bitan so'tsa, bilaman. Oshqa o'tgan ekan, o'rgatayotgan ekan. Men bilaman. Men bilaman deb o'rgan ekan. Keyin oshni damlaganingizda ustiga ikkita xong'ish qo'yasiz, bilasizmi degan ekan. Bilaman debdi. O'choqda qilinganmi? Qanday rivoyat degan. Bata. Keyin oshni damlatdi, ikkita xong'ishni ustiga qo'yib bostirib qo'ygan ekan. Hamma g'ish eriyib, loy bo'lib tushgan ekan. Voy. Shunaqa. Mahmadana keldi ham bo'ldi. Hozir ham surilish kerak kattalarda. To'g'ri. Bilaman nimasi? Demak, 2 kishilik guruchimizni qarang-da, go'shtimizni qarang, namcha ko'p. Go'shtimiz вообще ko'p. Uni qoldirish kerak, ozgina narsani olib qolish kerak. Mana anaqada yaxshi bo'lsin deb go'sht ko'p so'raydigan. Adamlarga nima dedingiz? Yangamni orqadan Shirin qiladigan qilgan go'sht. Mayli ozginasini olib qolaman. ha, ozgina olib Vaqt qoling. to'raganda ma'lum bo'ladi. Xo'p, Hozir yana bitta gap trendga chiqdi, eshityapsam. Biz kelin bo'lganimizda hamma gapga xo'p derdik qaynanalarga. Endi qaynana bo'lganimizda ham kelinlarga xo'p deyapmiz. Nima bunaqa deyishyapti? Zo'r gap bo'pti. To'g'ri gap lekin. 2 kishilik to'ppadekkina osh. O'zi san qilmasmi oshni? Ay, Nima? bitta. Nima qilyapman? Tashima oshi, voy. Yoki san chuchuni qil. Oy, qilaman. Chuchuvni ham qilaman. Keyin Osh kishi ham san yuborsan. bo'ldi. Tashima. Bo'pti. To'ramcha qilamizmi go'sht? To'ramcha qilamiz. Bo'ldi. Ana bitta go'sht degan gaplar bor. Qanday chiqib turadi to'ramcha bo'lsa. Qo'zg'on orqada turibdi shuning uchun. Yog'imiz qizib chaqirar. Turibdi? Bilaman. Hozir ko'p bo'ladi. Mangasa erinchoq churin bor-ku. Ular bir kunlik o'lib ketadigan. O'zi ham o'laksiga o'xshab yuribdi. Zo'r. Hozir ham hasharot ko'p. Hozir ularni ham aytib gaplashuvdim. Balida-ku ular. Oyog'imizni tegdi deydi. Katta kesaklar, hasharotlar yuribdi deydi. Voy, Qo'rqmaydi, ularni ham qo'rqmaydi. anaqada o't. O'rmonga o'xshagan, ha. O'z turibdi. Keyin manimcha hech tepaga chiqmaydi deydi. Dorilasa kerak deydi. Qanday? Anaqada Malayziya borganimizda ham rosa yomg'irdan keyin chiqib ketardi. Jillatgan. Keyin dori separdi sirasi. Bor separkan. Bo'lmasam odamlar chaqtirishingiz kerak. Shirin ko'p bo'ladi. Eshitamiz, chaqirganlar. Anaqani kuni podvol bilan podvol reshetkasi bor uyda. O'sha podvol reshetkasining ichiga tashqaridan anaqa kirib qolibdi. Mushuk kirib qolibdi. Anaqa chaqirishibdi. Ana narsa bor-ku. Voy, MCS chaqirishibdi. Anaqani militsiya chaqirishibdi. Pajarniy chaqirishibdi. Nima degan ekan, pajarniy ololmayapmiz. Mushuk kirib qolgansiz, bizga mushukni chaqirmaydi dedi. Xullas bilmay MCS chaqirishibdi. Oxiri MCS olib beribdi kelib. MCSimiz nimadir kelib olib beribdi. Anaqamiz almashdi. İşimiz, açık nima qilaman. Achchuni olib tashlama. Ha, shuni qil. Yoshdan. Ha, Ha, o'zi ishmi? Ovqat, narsa Tayyorgar. Voy, ovqat qilish, shu qilish ishmi?
Anka binoda kelib. Ha. Tayyor gazda qilsa-chi, ham o'choqda qilib ovqat. Nima zarin deyapman-da. Erim. Keyin ertasiga samsa qiluvdi, voy, pechkada qilamiz pechda. Yo, tandirda qilamiz, yosh bolasi bola. Voy, erinmagan. Yo tandir yopish bilar ekan qo'yilma. Ha, uyda yopadi, ana qildiraylik tandiri bor. Xolayga kelganda ham yopadi. Bu yerda ham yopdi, mana bu katta tandirda ham. Voy, erinmagan. Anaqa Rosa zo'r chiqdi. yoshligimda anaqa dirdiz. Ishlan. Voy, ishmi? Shu dirdizda nima dirlanadi? Bizga onalarimiz ichgan, oydan oyog'ini qilib tashlaydi. Biz ham aytganmiz-da. Endi o'sha qolgan, menga ham o'tgan-ku, Madinaga qizlik paytida falon qilamiz, pismon qilamiz. Voy, opajon bir kunda qilamiz biz. Ishmi shu dirdim? Ishmas bu dirdim-da. Shunaqa. Keyin kelin bo'lgandan keyin ham ko'cha hovli supurish ishmi dirdim. Hovlilar katta edi, ko'chalar ko'p edi-ku. Hozir o'zingizda ishmi desangiz, menga g'alati ko'rinardi. Yo'q, shuncha ish shu dirdim. Opajon ishmas ekan. Yo'q, malaka kerak. Malaka. Ishmas ekan. Malaka kerak. Ana oyim aytardilar. Bitta kelin bor ekanda. Bular endi hammasi anaqa rivoyat matallar. Bitta kelin bor ekan. Buzoqchasi bor ekan, yangi tug'ilgan buzoqchani har kuni bolxonaga olib chiqib olib tushar ekan. Hech kim bunaqa qilmaydi o'zi bu. Ha, shunaqa. Keyin Ya, buzoq kundan kun oydan oy o'sadi-ku, katta bo'lib, 1 yosh bo'lganda katta buzoq bo'ladi-ku. O'shanda ham olib chiqa olar ekan o'shanga. Olib chiqa olar ekan. Bundan maqsadki, qivursang, u og'irligi bilinmay ketadi. sekin-sekin o'rganib ketgan. Sekin-sekin o'rgan. O'sha buzoqni kichkinadan ko'targandan kattaligida ham olib chiqadi. O'zi hech kim bolxonaga buzoq ko'tarib chiqmaydi u. Aslida Ana kattalar o'xshatish qilishgan o'zi. o'xshatish qilishganda. O'xshatish. Non berayman. Yo'q. Zo'r. Mazali, jizzali. Juda ham yaxshi. Mahmud, ko'rib berasizmi bitta? Ana qilmaysanmi sen? Sovuraymi anaqa? Qumbaraklaymisanmi? Yo'q, endi yemay qolgan. Ha, salut. Ishchilaringiz qilishayotgan ekan? Kuzatib. Betiga non yopishgan. Betiga qol. Nonga yaxshi usti ekan. Noni zo'r ekan. Juda mazali. Ustidan maymola soladi, inola soladi. O'zim aytaman, solinglar. Ertaga endi qololmayman, basseynlarim bor, fitnesim bor, bu boshim. Rejim o'zi qayerda tuzilib ketib ko'rmadim-da. Ma'mul, ozgina achchiq qo'shib qo'yman. Ko'plab solur, o'zi achchiq yaxshi bor. Ko'ring-chi, bola. Marhamat. Endi aqlli gapni eshitamiz. Aqlli gapim boshdan ham biri topib qo'yilyapman. Siz yaxshi ko'rasiz-ku? Juda ham yaxshi ko'raman. Мне всё равно. Kachka paloma, oshmi. Ano, yangi topmay chiqqanda uzib bitta chay so'rardilar butunligicha. Hozir ham solishadi. Qarindoshlarimiz. Kelinlaringiz. Kelinlarim ham boshqalar soladi. O'rtoqlarim ham soladi. Bitta solmaydi, men ham solmaydigan olib ketganman. Ro'yani solmaydigan olib ketganman. Lo'ya, mana shu solmayman lo'ya. Ha, ko'rgilar bor, lo'ya soldirmaydigan. Bir marta qurtni ko'rib qolganman-da. Yo'q, ular lo'ya solishadi. Ani bilasanmi, sen Qo'qon, men san Qo'qonga ko'cha oshi bor-da. Lo'ya, no'xat, mosh, jamiki dukkatligini hammasini soladi. Yaxshi. Aralashib soladi. Kafelarda sotadi o'sha ovqatni. Hozirlar sholg'omlar, kirchikalar hamma narsa bo'ladi. Hozir Toshkentda ham ano keltiraymi deydi-ku, shuni ham qilyapti. Bo'ldi. Buni miltillatib biz qaynatsak. Tuzi bormi? Ozgina tuz soldim. Tuz soldim. Hozir qarang, anaqasi. Sovoradi uni. Yo'q, no'xat pishyapsizmi yo farqi yo'qmi? No'xat pashti pishgan.
nohut ustidan solib qo'yaveraymi? Nohutni xohlasang ustiga, xohlasang yoniga. O'zi kichkinagina-yu. Zo'r deganman. Anaqa Zuhra buviga o'xshab. Rosa Ha, mazali. o'sha Zuhra buvidan o'rgandim, mazali bo'ldi. Mazali deymanmi? Valla hozir qaynatsa anaqa qilaman. Gaz pastroqda keyin ochib qo'yaman. Oshimiz qaynab chiqdilar. Mana, endi sal pasaytiramiz. Bas qaynab turadi bu. Siz namoz o'qiyotganingizni mana tashlab ketishdim, ishchilaringiz. O qopdi-da, erimayapti. Bo'lmasa ham saryo erib ketish kerak. Erib ketsa zo'r bo'ladi. Mikroalnovkaga qo'yib yuboramiz mana. Mayli, o'zi ikkitagina yeyman. Bo'lmasa osh yeyolmayman-ku. Buni ham bo'lsa yaxshi ko'rganimdan yeyapman. Yaxshi ko'raman tuxum barak. Bir yil Shohmordan borganimizda esingdami? Achchiq kelganmi? Akamlar bilan borgansizlar. Ha, oilali. Ha. Sho'rva bilan Ha. kelgan. Sho'rva bilan chiqdi. Ha, to'g'ri, akanglar bilan. Akang bolalari. Endi bitta tog'achada achchiq kelgan. Bitta qozonchada menga katta emas sho'rva qilib qo'ygan. Kim ichadi? Voy, ade dedi akang. Biz alagan chiqib ketuvdik kanatga. Bir qozon sho'rva qilib qo'yibdi dedi. Ha, mayli desam, kim ichadi uni dedi. Endi u sho'rvani tasavvur qilamiz, shirinligini. Qiyon bo'lib ketganda, qiyon bo'lib ketgan. Ichib qo'ydik uni. Endi achchiq qilib dedilar deylar. Doniyor yugurib bordi deb bozorchadan tez pomidori, yarim dori, bodring olib keldi. Bilmadim men, to'rga bosdi, 5-6 ga bo'lganda bitta pomidorda bodringlandi. Katta deb piyozlar katta. Bunaqa aralashtirib ham tashamaganda. Tasavvur qilolmaysan deb uni yaxshiligini, shirinligini. Bizda hali bunaqa katta to'ralmas Toshkentda. Suqadi qiladi. Suqadi mana shunaqa qilib ustiga piyozdan laganda olib kelib beradi, zo'r bo'ladi. O'shanda shunaqa edi, voy. Hozir bizda ham o'rganib qoldi, katta to'rashyapti. Ha, Men o'zim o'sha sizlar aytganinglardan bir hosim keladi-da, iloji boricha kattaroq to'rayman. Odamlar mayda to'rasi chiroyli chiqadi-ku, xohlaydi mayda to'rashi, lekin katta to'raganda qanaqadir mazali bo'larkan-da. Ozgina yog' qo'shganman balki, mana. Yo'q, qo'shmagan. Choyxonachilar. Uni qayta shunaqa sho'rva ham ichmadik. Unaqa achchiq ham yemaganmiz. Hozir Shohmardonni u anaqalari yo'q hozir. Bechara xarob bo'lib ketdi Shohmardon. Mana Qirg'iziston yo'li to'sib qo'ygandan keyin odam kamayib, odam bilandi. Rahmat. Shohmardonga 3 martami borganmiz. Ha. Birinchi borganimizda oddiyroq edi, yosh paytimizda. Ha. Adana o'rtoqlar bilan hamma ulfatli chiqqanmiz-ku. Ha, gurullagan paytlarda ham borganmiz. Keyin suv olib ketgan, saldan keyin. Keyin boshqatdan qurgan. Hamma yoqni chiroyli qilib. O'ylab qarasam-chi, ko'p joylarga borib o'rgan ekanmiz-da, deylar buni. Sizlarni ham juda ko'p olib yurganlar. Sizlardan keyin navaralarni olib yurdilar. Ancha joy qurganmiz. Ko'p joylarni ko'rib yurganmiz. Mana, bizning oshlarimiz pishdi. Keling, Mimi. Obed qilamiz endi. Bizga yoqimli ishtaha. Achchigimni ham ko'rsat, achchigimni. Achchigingiz juda jonon chiqdi. Go'zal. Men olib kelib qo'ydim senga. Tushib ketdi. Men olib Ha, kelib qo'ydim. anaqa bu. Nima dedim? Shuni oldim. Kusachka dedim. Kusachka. Kusachka dedim.